Bugun sizlar bilan birgalikda Qibray tumani Vinozavod mahallasida joylashgan 6 sotix yer maydoniga ega bo'lgan tayyor uchastkani birgalikda ko'rib chiqamiz va video davomida men narxi bilan aytib o'taman. Mahallani ko'ryapsizlarmi? Keng, fayzli, tinch mahalla, bir xilda uchastkalar ketgan. Oldida o'zini zeleniy zonalari bor, mevali daraxtlargacha ekib qo'yishgan ekan. Egalari fasad ishlarigacha tayyor qilib beraman deb aytishyapti. Remontlari tayyor holatda kelib yashaydigan. Darvozaxonalargacha yangi qo'yib berishar ekan. Kiruverish darvozaxonaga 2-3 ta mashina bemalol sig'adi. Keng, katta hovlisi, to'g'ri to'rtburchak shaklda joylashgan bo'ldi. Katta zeleniy zona, mevali daraxtlarni ekib qo'yishgan. Bu yerdagi binosini ko'radigan bo'lsak, ayollarimiz uchun kuxnya, oilaviy ovqatlanish xonasi joylashgan bo'ladi. Umumiy sanuzoga ko'rishimiz mumkin. Xaltara binosini ko'radigan bo'lsak, tepani o'zida 6 xona joylashgan bo'ldi. Ba'zilari zal ko'rinishida, ba'zilari yotoqxona ko'rinishida, bolalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Tegi polностью podval bo'ladi. Kelib bemalol xonalarga bo'lib foydalansanglar bo'ladi. Egalari hovli fasadlarigacha tayyor qilib beramiz deb aytishyapti. Olsot yer maydoniga ega bo'lgan tayyor uchastka Qibray tumani Vinozavod mahallasida joylashgan bo'ldi. Narxini sizlar uchun $149,000 evaziga qo'yapmiz. Albatta kelishiladigan joylar bor. Pastda joy egalarini qoldirib savdolashib olsanglar bo'ladi.